gastitsamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Golden Sand degan gastitsa. Ichkariga mana shu turniketdan kirganimizdan keyin chap tarafimizda katta reseption ma'lumot toshdan qilingan. Va вот там. Qizil дорожка, красный ковер. Kirganimizda vanna, dushovая. Qo'yda katta oyna. Так, chap tarafda shkaflar, katta krovat. Рабочая зона, стеклянный stolda, mini-bar, televizor, стеклянный stol ham так ajoyib o'zgacha. Kofe ichadigan choy va devorda mana shunaqa vid ertaga bilan yorug'lik. Nomerimiz 3-etajda bo'lishiga qaramasdan oynalar shunaqa chiroyli ko'rinish. Так, hozir sizlarga mana shunaqa уровеньdagi gastitsalarda ichida nimalar bo'lishini yana bir bor qaytaraman. Rajulamiz mana bu yerda choy, kofe uchun kofe mashina bergan. Отдельно kofe kapsulalari, choylar, shakarlar, sutlar. Ikkita suv tikni beriladi uning ichida. Mini bar. Choy qo'yishga choynik. Так, ikkita yaxshi xalat bor обязательно. Bu mana shu garderobning ichida. Так, yana seyf, yana har paketlar bo'ladi, kerak bo'lsa. Mana yana bitta mana o'zga qaraydigan joy, mana bitta fen, har paketlar, tapchkalar. Так, vannada ham sovun, konditsioner, yuz yuvadigan, qo'l yuvadigan tish cho'tka pastasi, boshqa shapkalar, yuz sochlari, обычный sovunlar, oyoq uchun sochiq, yuz uchun sochiq, badan uchun sochiq. Обязательно yana bitta xuddi shunday komplekt, telefon, bidet, unitaz. Gastitsamizda 14-etajga chiqilsa, mana shunaqa open air basseyn bor. Basseynda mazza qilib cho'milib, mana oldingizdan ko'rsataman. Voy duvorasizlar. Ja baland bo'lmasa ham 14-etajdan ham ja uncha yomon emas. Deb qo'ydi.